Dar Shayx Lujishinning hayotiga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatgan, uning baqovullikdan, hatto rohiblikdan qo'g'ilib, oxirida qaroqchilik yo'liga menishga sababchi bo'lgan bu jinsuylar rostilla o'z dad to'kkandek shundoq o'valchilik qilgan, shundoq bichari baland qizmi? Subuyda haqida. Undaqda bu jinsuylarning o'zining deganning hammasi rostmi o'slarchi? Hamda mushadalik yangi tunishgan birodarlarni sapti maychi WhatsApp bu jinsuylarni kelib yer jig'lab ularning kayfini uchirdi. Shuning bilan bu yerda Lujishin bo'lgan ahvolni so'raydi. Endi bu yerda jinsuylar yolg'on deyish ehtimoli bormi deganda tamamen bor. Buning gapiga albatta yolg'on qo'shilgan bo'ladi. Chunki har qanday bir kishi, bo'libmi ayol kishi o'zining uvalchilik qilganini so'zlagan vaqtda o'z tarafdan o'ylab, amal va o'zining haqni qora qilib ko'rsatishga tirishadi. Shunaqmi ya bu bir normal ahvol. Undaqda bu jinsuylarning qarz o'qgan rostmi? Bu rost. Bu qarzni eriq qassab jinbegimning to'yilvatqanimi rost. Undaqda bu yerda bu jinsuylar meni kichik xotinlik evaldi, meni bo'zaq qildi, manchilik vaqt bo'ldi dedi. Endi u davrning o'zida pul mening bo'lsa bir necha xotinlik bo'lsa bo'ldi ekan to'qishnami? Lekin bu yerki jinsuylarning bu ishga hech qanday roziligi yo'q. Majburlangan holda buning xotin bo'lgan bo'lsa, shuncha vaqt chidab turamdi. Nimishqa berib arz qilmaydi. Navada arz qilgan bo'lsa bu Lujishin baqovul tursa bu ishdan xabar topmasmi? Undaq bo'lmasa, bu yerki jinsuylarning nimishqa bu jin qassab qasrga aktivli xotin qilmaydi deyishinglar mumkin. Bu aniqlan cho'ng xotindan yushrin qilg'ashqo. Buni apasa beshiq bala topidi, kundi ko'tillaydi, urishidi. Uningda bu kichik xotinni ayirib bir yer tug'izib qo'ygani shu to'g'riqo. Jinsuylarning o'rnida mundaq faraz qilib qo'yganlar avval bu qarzini tugatdi. Endi shu qarzni to'yliq hisob qilib, ma'qul buning bilan to'y qilsam qilay. Bu qassab qil bayga, boshdan tagsam keyin kunim yaxshi o'tadi bu jinsuylar buning tagdi. Lekin o'ylamgan yerdan bu yer jin qassab bu jinsuylarni uyiga akatmadi. Jinsuylar o'ylagan bir turmushga bu yerda erishamadi. Bu yerda cho'ng xotin mayda buni sig'damidi. Shunami? Shuning bilan bu yerda bu jinsuylar yomonlab dadistamadi. Ketimiz bu shadeyin. U bu digil tudi. Endi jin qassab buni katkizib qo'ymaydi-da. Birinchidan bu yosh chiroyli xotinning mehriga chidamaydi. Ikkinchidan oyada xashligan pul bor. U pulga chidamaydi. Undaqda bu taklif xatob navada mushundaq bo'lmasa, bu yerdagi Lujishin buni qutqizib qo'ygandan keyin yurtimizga ketmaymiz degan odam menib udul yurtga ketmang. Nima uchun yani qo'shnilariga yana bir shaharga kiplar, yana bir bayga tigib bu yer kichik og'ich bo'ldi. Rostli o'z yurtiga qaytib ketgisi bor odam shundaq qilamda. Endi bu yerda nimish qilib datlimaydi, nimish qilib rozi bo'ldi deganda, ma bay endi jin qassab qargan xil ubdan bay qo'lilkidi ba. Qarsangiz bu jinsuylar bilan qiynatsiyani jinsuylarning dadisiga bir qasrni birib, nayt bayashatlik bir ishga didigi va shunda yaxshi turmush kechiryapti shunami? Shunga endi bu jinsuylarning o'yliga yerdan chiqdi. Shunga voy bo'ldi, tagsami tagdim deb yurtga ketmay dadislar mokkil qilib qoldi. Qizlar bakarak tushunishlar qo'ymayman bu hissiyatni shunami? Endi bu ishga kelsak bu Lujishin bu azaldan tunmaydigan bu jinsuylarning ishiga nimish qilib bunchalar kirishib qoldi deganda, bu ishning oldin nerdan kirdi? Yo'q urib ketgan otning yuz yolg'iz tutib olib bütün xalqning oldida voy karomat kalla begim qoltis palvon kalla Baturgida bunda o kirilib ketdi bu shunami? Aqsa bu deganchi hozir. Endi mushad mushqtas kirilib turgan vaqtda eliq jin qassabning o'zini g'arb qo'disi deb otib olgan gapini anglab Çin açık ketdi buni. Men mush basti, mush martı, mush turqum bilan g'arb qo'disi deyishqidek petnamay vassam, ay cho'shq go'sht sotadigan itdan betar qassab yuzini ochdi debdimi deb shu zamat ochiq 40 kezga chiqdi-da buni. Qan besim ba mal o'jishindimchu. Endi shuning uchun bu o'jishinning ochiq kayni yolg'iz men nohaqchilik emas. Aşmı ba? Endi mush tupaydan ochiqni berib, mushlarlar bu jin qassabni o'ltirib qo'yib, ba po'qbalaga mush qoldi. Ochiq aqlni kesidu deydi. Shuning uchun o'zimizni suyishni o'rganib olishimiz kerak. Shunami? Endi men chiqarib qo'yg'ini mana hozirgi eng modib setilayotgan o'zingizni so'ysangiz dunyo sizni suydi degan kitob. Ya'ni o'zingizning psixikasini kontrol qilolmaydigan, bir xo'shal yashay deb yashamaydigan, to'l g'am qayg'u petib qoldigan, texim xo'shal xuram baxtli bo'lsam deganlar setib o'qisanglar bo'ldi. Uyg'urcha nusxadagi kitob va yana 30 nechtal ba yoqtirdigan do'stlar chuchog'ini kirib setib olinglar, topolmaganlar men siz uchun qilsanglar ayrim yo'llab bermay. Shu bo'yda haqiqiy mazmunning davomi qiziqadigan do'stlar meni qo'shib olib, kelar songa diqqat qilinglar.